Mushkullarda bek aldirashib ketdim. Shunchula aldirashma, nemish qilyapsan? Madaniyat bilimlari zehn sanash musobaqasiga tayyorlik qilyapman. Ondaqda o'qiydigan kitoblaring ko'p bo'lib ketibdi-da. O'yinimizni keyin o'ynasak bo'g'idek. Inshaalloh musobaqa tugagandan keyin o'ynaylik. Amisa uydan chiqmay o'rganish qilsang bo'g'idek. Albatta, yangi bilimlarni o'rganib, bilganlarimni takrorlayapman. Undaq bo'lsa kitob material tepishingga yordam qilaylikmi? Musobaqada birinchi bo'lishing uchun senga madad tilab seni qo'llaymiz. Inshaalloh birinchi bo'laman. Undaq bo'lsa ishkilimiz sening o'tib chiqishingga tilakdoshmiz. Musobaqaning mukofotimi oz emas-ku haqiqatan. Mukofotdan bizmi qo'rq qolmasmiz, ha? Bir non topsaq, tang yeydigan do'stlardan tursak. Agar mukofotning so'misi o'ylaganimizdek zo'r bo'ladigan bo'lsa, bizga toza esil sovg'at olasan jumu? Buni unutib qolma, ha? Birinchi bo'lsam, cho'qim shundoq qilaman. Cho'qim. Va'da qilding jumu amsa. Oldinglarda qasam ichib beray. Texçe uxlamapsan-g'u, o'g'lim. Kitoblarni ko'rib bo'lmadim ona. Musobaqaga tizimlatgan o'xshamamsan? Shundoq, menga duo qilib qo'ying, ona. Inshaalloh, musobaqada birinchi bo'lasan, bolam. Abdurahmon bilan ko'rishdingmi, Xolid? Ko'rishamidim. Unaga bir qism muhim kitoblarni avatdim. Men bir muncha kitob jurnal plastinkalarni berdim. Sencha u mukofotga erisha olami? Cho'qim erishalaydi. Abdurahmon a'lochi o'quvchi, yana kelib bak siyrak. Balki mukofotni boshqalar ib ketishi mumkin. Menimcha cho'qim Abdurahmon oladi. Nem bo'lding, Abdurahmon? Kayfiyatingiz yaxshi emas-ku bugun bolam. Ha, dodo. Zodi nemish bo'ldi bolam, danga. Menga bek bisim bo'lyapti. Nemishqa? Musobaqada birinchi bo'lib mukofotlansam do'stlarimga hadiya ilishni va'da qildim, ammo Nima o'g'lim? musobaqa mukofoti pul emas, madaniyat bilimlari majmuasi ishgan dodo. Qandoq qilarman? Bilim puldan yaxshi emasmi o'g'lim? Buning bo'lmaydigan nari bor. Agar mukofotga pul bersa, men ularga sovg'at olmoqchi edim. Ha, hadiya elib do'stlaringga bermoqchi eding o'g'lim? Shundoq ona. Ammo mukofot o'ylaganimdek emaskan. Undaqda odatdagi bir narsa elib hadiya qilgin. Bo'lamdi? Undaq qilsam bo'lmaydi, ona. Men ularning oldida hadiya olaman deb qasam ichgan edim. Alloh taolo qasaminglarga sodiq bo'linglar degan tursa. Shundaq. Musulmon kishi qasamiga sodiq bo'lib, qasamida turishi kerak. Alloh taolo bizga kamchilik qilib, qasamni o'rlayanmaganlarga kaforat berishni yo'lga qo'ygan. Agar biz sil-rahimni o'zish, ota-onaga qaramaslik yoki sadiqa qatorliq yaxshi ishlarni qilmaslikka qasam qilgan bo'lsak, bunda qasamni buzib etib, yaxshi ish qilishimiz kerak. Bu vaqtda qasamimizga kaforat berishimiz kerak. Alloh taolo mundaq degan: "Sababidan Allohni sizlarning yaxshilik qilishinglarga, taqvodor bo'lishinglarga va insonlarning orasini isloh qilishinglarga to'salg'i qilmanglar. Alloh anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir." Ya'ni bir kishi sil-rahimni o'zishga yoki biror yaxshi ishni qilmaslikka qasam ichgan bo'lsa, u kishi yaxshi ishlardan o'zini cheklagan bo'lib qoladi. Shunga darhol qasamini buzib kaforat berishi lozim. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Agar men biror ish qilish uchun qasam ichgandan keyin uning g'ayrini qilish foydali bo'ladiganligini bayqasam, ishgan qasamimga kaforat berib, foydali ishni qilgan bo'lardim. Qasamimga qanday kaforat ketadi? Bu xildagi qasamlar shartli qasam deb atiladi bolam. Qasamning turlari bor o'xshamamdi dodo.
Olimlar qasamni sahvan qasam, shartli qasam va yolg'on qasam deb 3ga bo'lgan. Bu qasamlarning hukmi nima? Alloh taolo mundaq degan: Alloh sizlarni savallik qasaminglar uchun javobgarlikka tortadi. Uning kafarati oilanglarga beradigan o'ttir darajalik tomoq bilan 10 miskinni g'izolantirishdir, yoki ularga bir qur kiyim berishdir, yoki bir qul yoki bir cho'rni ozod qilishdir. Kimki bunday qilishga kuchi yetmasa 3 kun roza tutishi lozim. Bu ana shu ishkan qasaminglarni buzganliginglarning kafaratidir. Qasaminglarga rioya qilinglar. Sahvanli qasami degan qasam qilishni niyat qilmayli qasam so'zini tilga elish. Masalan, vallahi, billahi qasam qilib beray deganda qasamni niyat qilmagan odat so'zlari. Bu qasamga kafarat ketamdi? Buningga kafarat ketmaydi o'g'lim. Shart qasam degan nima dodo? Bir ishni qilish yoki qilmaslik haqida qasam ichgan bo'lsa, bu shartli qasam bo'ladi. O'rim deyamsa kafarat ketadi. Ha, mening qasamim mush xildagi qasamkanda. Bu xil ahvol ostida qasamingni buzib kafarat bersang bo'ladi. 10 miskinni g'izolantirsan, yoki kiyim bersan, yoki qul ozod qilasan va yoki roza tutsan. Sizningcha qaysini qilsam bo'ladi dodo? 10 miskinga tomoq bergin yoki bir qurdan kiyim kiygizgin. Tomoqni qandoq beraman dodo? Alloh taolo oilanglarga beradigan o'ttir darajalik tomoq bilan degan. Ya'ni bak olimu emas, bak tuvanmu emas. O'ttir darajada tomoq bersa bo'ladi. Shunga peqir miskindan 10 kishini uyga chaqirib, ularga osh tomoq bersak bo'ladi. Yoki har biriga tomoqni hisoblab 1 kilo go'rish bersakmi bo'ladi o'g'lim. Go'rish bilan qo'shib go'sh, ko'ktat qatorliq narsalarni bersak, texmi yaxshi. Yenimdagi bu pul bilan unda qilamog'udakman. Ularni kiyindirish deganlikchu. Olimlarning deyishicha, har yerda shu joyning kiyim-kechak odati bo'yicha bir qur kiyim bersa bo'ladi. Demakchi, avirtini yo'gab namozga bora oladigan shakldagi kiyimlardan. Men bunimi qilamog'udakman. Qul dedak ozod qilishingmi mumkin emas. Eng yaxshisi 3 kun roza tut, o'g'lim. Roza tutay. Rozani orqa tutamanmi, dodo? Orqa ulab 3 kun tutvatgining teximi yaxshi bolam. Chunki qasamingning kaforatini bir kun bo'lsa-mu tezroq ado qilib, zimmangdagi yukingni yengillatgining hammadan afzal o'g'lim. Bundan keyin kasga emas qasam ishmang o'g'lim. Alloh bilan qasam qilish o'ynashadigan ish emas. Alloh taolo qasamlaringlar sababidan Allohni sizlarning yaxshilik qilishinglarga, taqvodor bo'lishinglarga va insonlarning orasini isloh qilishinglarga to'salg'i qilmanglar degan. Yolg'on qasamni tushuntirib qo'ysingiz dodo. Qilmagan ishni qildim deb, qilgan ishni qilmadim deb qasam ichish yolg'on qasamga kirdi bolam. Har vaqt esingda ching tut. Yolg'on qasam qilganlar do'zaxning tegiga tushib ketdi. Xudoyim saqlasin, bu qasamning kaforati-chu. Bir qism olimlar bu aldamchilik va yolg'onchilik bilan qilingan qasam bo'g'ashqa qasam hisoblanmaydi. Shunga kaforatimi yo'q. Chunki kaforati gunohiga chiqish bo'lanmaydi. Yolg'on qasam qilish orqali Alloh taolaning ulug'ligiga chaqchaq qilgan bo'ladi. Kaforati tavba qilib pushaymon qilish deb qarashidi. Yana bir qism olimlar bu qasam hisoblanadi. Kaforat berish kerak deydi. Allohning g'ayri bilan qasam qilsa, kaforat kelamdi. Allohning g'ayri bilan qasam qilishga qat'iy bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Kimki qasam ichsa, Allohning nomi bilan qasam ichsin, bo'lmasa jim tursin. Payg'ambar alayhisalom yana kimiki Allohning g'ayri bilan qasam ichadi ekan, Allohga sherik keltirgan bo'ladi degan. Abdullah ibn Mas'ud mundaq degan: Allohning nomida yolg'on qasam qilish Allohning g'ayri bilan rost qasam qilgandan yaxshi. Chunki Alloh taolaning nomiga yolg'onni choplash qat'iy harom. Allohning g'ayri bilan qasam ichish texmi harom. Qasam qilgan kishi Allohga sherik keltirgan bo'ladi. Yolg'onchilikning gunohi sherikning gunohidan yengilroq.
Şundaqdımı ikkilisi çoğun günahlardan hesaplanıdı. Allah'ın gayri bilen qasam içip sağan kişi derhalla la ilahe illallah devesse qasimiga kafaret buludu. Qasimimni buzub kafareti üçün 3 gün roz tutadigan boldum. Elhamdülillah. 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 Ba ba ba